Mana Şahboz 26 kuni kelganmiz, 26 kuni kelganmiz, 27 kuni kelgan mashinalar bor. Bugun 3 kun 29 hammasida mol, 6 ta mashina. Shu u desang bu deydi, bu desang bu deydi, ish qilib nima qilmayapti-da. Ortish bo'lmaydi, skatovoz edi, skatovozga kelganda ham qaytaradi. Mana mollar ham charchab qoldi. Mollar 3 kun bo'ldi. 3 kun, 5 kun bo'ldi. O't yemadi bular. 2 kunda Rossiyadan o'tdik. Bu yoqdan ham jo'natmaydi deb mana mollarning ahvoli mana. Mana mollar. Mana mollar tiqilib suv yemadi bular. Suv ichmadi, o't yemadi. Mana 6 ta mashina yotibdi mana. Mollar charchab qoldi. O'zi ahvoli yaxshi emas mollarni. 3 kun, 4 kun bo'ldi. Вообще mana mashinalar. Bunaqa desang bunaqa deydi, bunaqa desang bunaqa deydi. Bu o'tkazmaslik maqsadi. O'tmaydi deydi, o'tmaysizlar deydi. Bo'ldi, qayt deydi. Gaplashmaydi. Вообще nimaga kelding, kimsan, hech qanday nima yo'q bularda. Mana. Hech qanday gaplashmaydi odam bilan. Faqat qayt. Bo'lgani qaytasan, kelmaysan, o'tmaysan, shunaqa gap so'z. Mana 6 ta mashina. 6 ta mashina mana. Hammasi shu mol mana. 6 ta mashina. Mollarning ahvoli yaxshi emas. O'zi ko'plari turolmay boshladi. 4 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi turgandan keyin mana yotibdi mollar. Turolmaydi ko'pisi. Turolmay qoldi. Yana bir kun, yarim kun tursa o'ladi bittasi, yarimtasi. Undan keyin вообще bularga nimada? Keyin вообще qo'ymaydi. Bular shuni kutyapti-da. Mana mollar charchab qoldi. Mana 6 ta mashina. 26 kuni kelganmiz, 27 kuni kelganmiz. Olyapman yana. Mana shofyorlar ham yuribdi mana hammasi. Iloj yo'q. Hech kim gapirmaydi, gaplashmaydi. Kimsan demaydi. Mana shofyorlar yuribdi, sovuq. Ya o't yo'q, ya suv yo'q bunga. Mana shu ahvol bo'lib turibdi mana. Shofyorlar sarson. Mana shular ham 26sida kelgani mana. Bizlar bilan teng kelgan 26si. Bugun 3 sutcha bo'ldi shu yerda yotibdi. 3 sutcha bo'ldi. 2 ta mashina 27sida kelgan, 4 ta mashina 26sida kelgan mana. Ben 20'da kelganman bu yerga.